Poytaxtimizda tamoyildan amaliyotgacha oliy ta'lim tashkilotlarida sifatni ta'minlash boshqaruvi va xalqaro akkreditatsiyaga eltuvchi yo'l mavzusida xalqaro seminar trening bo'lib o'tdi. Unda 200 dan ortiq oliy ta'lim tashkilotlari vakillari, jumladan xalqaro ekspertlar, xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektorlar, ta'lim sifatini ta'minlashga mas'ul rahbarlar hamda soha mutaxassislari ishtirok etdi. Oliy ta'lim tashkilotlarida sifatni ta'minlash tizimini takomillashtirish, xalqaro akkreditatsiya standartlari va ilg'or amaliyotlar bilan tanishtirish, shuningdek institutsional rivojlanish masalalari yuzasidan xalqaro tajriba almashishni yo'lga qo'yish tadbirning asosiy maqsadi bo'ldi. Seminar treningda Germaniyaning xalqaro biznes boshqaruvi akkreditatsiyasi jamg'armasi ekspertlari tomonidan ta'lim dasturlarini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish jarayonlari, o'z-o'zini baholash hisobotlarini tayyorlash, ichki sifat kafolati tizimini samarali tashkil etish masalalariga bag'ishlangan ma'ruzalar taqdim etildi. Xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazishda ayniqsa bu bizning agentlik, ya'ni ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tomonidan shakllantirilgan reyestr bor. O'sha reyestrga kiritilgan akkreditatsiya tashkilotlaridan dasturlarni baholatish kerak. Bu deganiki, bu reyestrga kiritilgan 30 dan ortiq akkreditatsiya tashkilotlari dunyo bo'ylab xalqaro tarmoqlarda a'zo, ya'ni ulardan akkreditatsiyadan o'tgandan keyin bitiruvchilar 30-50 dan ortiq davlatlarda tan olinadi ularning ko'nikmalari. Ma'lumot uchun Germaniyaning xalqaro biznes boshqaruvi akkreditatsiyasi jamg'armasi Germaniya, Avstriya va Shveysariya biznes assotsiatsiyalari tomonidan tashkil etilgan bo'lib, 30 yildan ortiq tajribaga ega. Jamg'arma bugungi kunga qadar 35 ta mamlakatdagi 400 dan ziyod oliy ta'lim tashkilotlarida 5600 ta ta'lim dasturlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan. Ushbu konferensiya universitetlarda ta'lim sifatini Yevropa tajribasi nuqtai nazaridan tushunishiga yordam beradi. Bu esa ularga yangi istiqbolli loyihalar va g'oyalarni joriy etish imkonini berib, talabalarning kelajakda mehnat bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Seminar trening davomida savol-javob va networking sessiyalari, oliy ta'lim muassasalari o'rtasida tajriba almashish uchrashuvlari hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan muloqotlar ham o'tkazildi. Shuningdek, ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi hamda Germaniyaning xalqaro biznes boshqaruvi akkreditatsiyasi jamg'armasi o'rtasida hamkorlik memorandumini rasmiy imzolash marosimi ham bo'lib o'tdi. Malik Yo'ldoshaliyeva, Shohruh Toshnazarov, yoshlar.